Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubio yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'zining asli qurilish maqsadiga xilof holda mustabid hokimiyatlarni va terrorlik tashkilotlarini qo'llaydigan va ularga davomli huquq beradigan bir o'ringa aylanib qolganligini ilgari surib, buningga taqobil turishni maqsad qilgan bir qonun loyihasini tanishtirgan. Bu qonun loyihasining ismi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bir taraflamalik majburlash tadbirlari to'g'risidagi alayda dokladchining o'rnini amaldan qoldirish va Amerikaning bu o'rinni mablag' bilan ta'minlashining oldini olishdan iborat bo'lib, uning maqsadi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining favqulodda dokladchisi Alina Do'xan mustabid davlatlarning Amerikaga qarshi maydonini qo'g'diganligi, shundaqla Xitoyning Uyg'urlarni bostirish tashviqotiga moslashganligi uchun uning vazifasining bekor qilinishini talab qilishdan iborat. Asli Belorussiya Davlatlik universitetining professori bo'lgan Alina Do'xan 2020 yili mart oyidan boshlab BDT kishilik huquq kengashining favqulodda dokladchisi bo'lib tayinlangan. Uning BDT nomida Xitoy hukumatining Uyg'urlar haqidagi saxta tashviqot yig'inlariga ko'p qitimlab qatnashganligi, hatto 2021 yilning oxirida Xitoy hukumatining sahifxonligida chaqirilgan G'arb jahongirlarining jazolariga qarshi turayli temasidagi yig'inda nuqtaliq so'zlaguchilarning biri bo'lganligi diqqat qo'zg'agan edi. Keyin BDTni kuzatish tashkiloti tashrish berish orqali Alina Do'xan ismli bu BDT dokladchisining Xitoydan 200 ming Amerika dollari topshirib olganligini va uning badaliga Xitoy bilan hamkorlashib, uning tashviqotchisiga aylanganligini aniqlab chiqqan. Kengash palata a'zosi Marko Rubio Amerika prezidenti Jo Baydenga yozgan xatida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bir taraflama majburlash tadbirlarining salbiy ta'siri nomida maxsus dokladchi bekitish va uningga Belorussiyalik Alina Do'xanni tayinlash to'liq bema'nilik deb ko'rsatgan. U Alina Do'xanning bir qitimli Xitoy ziyaratidan qaytgandan keyin BDT yig'inida Amerikaning jazo tadbirlari Xitoy fuqarolarining ishlash huquqini dafsanda qildi deb so'zlash orqali Amerika hukumatining Uyg'urlarni Xitoyning majburiy amgikidan qo'g'diganligini nazardan saqit qilganligini eskartgan. Amerikadagi kishilik huquq organlaridan bo'lgan Erkinlik sarayining Xitoy ishlari bo'yicha tadqiqot yetakchisi Wang Yachuning deyishicha, Xitoyning ta'sir ko'rsatish harakatlari BDTning davlatlarning kishilik huquq xotirasini tashirishiga ta'sir ko'rsatmoqda ekan. I mean, of course, the Chinese government has invested a lot of resources in undermining the international human rights. Xitoy hukumati uzundan buyon xalqarada kishilik huquq sistemasini bekor qilish uchun nurg'un kuch sarf qildi. Albatta, bu BDT'ni o'z ichiga oladi. Xitoy hukumatining bu harakati Birlashgan Davlatlar Tashkilotining har qaysi a'zo davlatlarning kishilik huquq dafsandichiklarini tekshirishi, surishtirishi va hamda javobgarlikka tortish iqtidorini ojizlashtirib etdi. Amerikadagi Uyg'ur harakat tashkiloti boshlig'i Roshan Abbas xonimmi BDTning kishilik huquq masalasida o'z funksiyasini yo'qotishi tufaylidan xeyli burunlar uni isloh qilish haqidagi chaqiriqlarning o'tirg'i chiqishga boshlaganligini aytdi. Bu BDT'dagi az bo'lmagan xodimlarning va BDT kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlarningki xeyli ko'p qismining yillar ilgirlanmi Xitoyning gumashtisiga aylanib qolganligi to'g'risida matbuotlarda ko'plagan xabarlar chiqqandi. Hatto BDTning ba'zi xizmatchilari Xitoyning bu yerda qilayotgan qonunsiz qilmishlariga qarshi turganligi uchun ishdan qo'g'langan ahvollarmi bo'lgandi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasiningki BDTda kun tartibga kelmasligining sabablari shu bo'layotgan. Buning uchun bir qancha yil ilgirlanmi Amerika va Yevropadagi ba'zi siyosiy yo'llar va davlat arboblari BDTni isloh qilish tashabbuslarini o'tirg'i qo'ygandi. Darvaqa senator Marko Rubio Amerika prezidenti Jo Baydenga yozgan xatida Alina Do'xanga o'xshaydigan bundaq kishilarning harakatlarining Xitoy kompartiyasi bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning mustabid hukumatlari Amerikaga qarshi tuzgan qo'g'dinish plani va tashviqotiga moslashganlik bo'lganligini eskartgan. U BDTdagi atalmish bir taraflama majburlash tadbirlarining salbiy ta'siri nomidagi dokladchilik vazifasini bekor qilishni talab qilgan. Shundaqla Amerika hukumatini Amerikalik bosh topshiruvchilarning pulini bundaq o'rinlarga sarf etmaslikka chaqirib, ularni mablag' bilan ta'minlashni kesishga da'vat qilgan. Roshan Abbas xonim Marko Rubio apandining yuqoridagi talabining intayin vaqtida o'tirg'a qo'yilganligini, BDTni jiddiy isloh qiladigan vaqt kelganligini aytdi. Marko Rubio'ningki BDT to'g'risidagi bu qaror loyihasi dal vaqtida o'tirg'a qo'yilgan bir tadbir deb qarayman, chunki
BDT Xitoy davlatining kunligi ostidan qutulmagicha, ya'ni ta'sir doirasidan qutulmagicha, anandiki mushundaq BDTda Xitoyning zuvoni bo'layotgan Xitoy davlatidan pul elib, iqtisodiy manfaatga erishib, Xitoyning dumbiqini chilayotgan kishilardan qutulmagicha Amerika uchunmi, ham biz Uyg'urlar uchunmi adolatli qarorlarni qabul qilishi BDTninki nihoyatda tasqi to'xtaydi. Xitoy davlati hozir BDTning nurg'un komitetlarga o'zlarining odamlarini yerlashtirib bo'ldi. BDTni haqiqatanmi jiddiy isloh qiladigan vaqt keldi. Shuning uchun bu nuqtalardan qaraganda Marko Rubio'ningki loyihasi nihoyatda dal vaqtida o'tirib qo'yilgan bir loyiha deb qarayman. Erkilik saroyidan Wang Yachomo Xitoyning BDTdagi ta'sirini tezginlash uchun demokratik davlatlarning besimini kuchaytirish kerakligini aytdi. The UN is a member organization, so I think a lot of the governments, the democratic governments that support Birleşken Devletler Teşkilatı a'zo davlatlardan tarkib topgan organ. Şuna bu organda Xitoyga o'xshash mustabid hokimiyatlarning BDTning normal xizmat sistemasini buzishining oldini olish uchun kishilik huquqqa hurmat qiladigan demokratik davlatlar qattiq kuchishi va Xitoydek davlatlarni chekindirishi kerak. Ma'lum bo'lishicha, Marko Rubio tonishtirgan bu qonun loyihasi Amerikaning BDTga beradigan yordamini qisqartirishda rol o'ynaydigan bo'lib, agar qonun ma'qullanib qolsa, BDTdagi bu favqulodda dokladchi ishxonasi taqilishi mumkin ekan. Hurmatli radio anglag'uchilar, bu programmani irada tayyorladi.